Polshada talaba nima ish qiladi deb ko'pchilik so'rashadi va qiziqishadi. Va men shu videoda talaba bo'lib nima ish qilishimni ko'rsataman. Hozir kanikul bo'lgani uchun ko'proq ishlayapman. Ertalab turdim, oshxonaga yugurdim, chunki videoni rekord qilishdan oldin gazga ovqat qo'yib kelganim esimga tushib qoldi. Ozgina kuyibdi, lekin yesa bo'ladi. Qarab turinglar, yomon qilaman hozir. Qalay, o'zi shoshilib turibman, yana qilayotgan ishimni qaranglar. Ovqatni tarelkaga qo'ydim, qaymoqni oldim, choyni quydim, zavtrak qildim. O'zi odatda ertalab turganimdan keyin kamida 3-4 soatdan keyin ovqat yeyman. Lekin ishga chiqayotganim uchun uyg'onishim bilan zavtrak qilib ketyapman, ishda qornim ochib qolmasligi uchun. Obed oldim, sumkaga soldim, uydan chiqdim. To'g'rirog'i, aniqroq aytadigan bo'lsam, yotoqxonadan chiqdim. Soat ertalab 6, harorat -16. Shamol bilan kurashgan holda ostanovkaga yetib oldim. Avtobusim keldi, avtobusga chiqib oldim. Naval Ravikant podkastini eshitib, yarim yo'lgacha yetib oldim. How to get rich without being lucky. Naval. Men chiqadigan zal mana shu binoda Atlas Tower'da joylashgan. Odatda mana shu zalga chiqaman. O'zi bu ma'lumot qiziqmadi sizlarga? Keyin пересадка qildim, tramvayga chiqib oldim. Bunaqa suvda adashib qolish juda ham yoqimsiz. Adashib qolsam bo'ladimi? Kartaga qarab ham adashib qolamanmi? Bir amallab qidirayotgan bidronkamni topdim. Hayitgancha bidronka nimaligini bilmaydiganlar uchun bidronka bu magazin, xuddi korzinkaga o'xshaydigan magazin. Borganimda ishga 15 minut kech qolganimni aytishdi. Yetishmasa ham bilardim. Mayli deb ishni boshladim. Ertalabdan sveji sariyoli kelgan ekan, sariyolani xolodilnikka joylash kerak ekan. Bo'ldi deb sariyolani xolodilnikka taxlab tashladim. Xullas ertalab 7 dan obeddan keyingi 3 gacha ishladim. O'pshi 8 soat ishladim. Ishdan keyin uyga mayda juda olib bozorlik qilib oldim. Qilgan bozorligimni sumkamga soldim va sekin uyga qaytdim. Videoni har doimgidek o'zimni gapim bilan tugataman. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgis kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.